Ana til. Manbasi internet. Ana til bilgan kishining izzitin qilg'im kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib alg'im kelur. Shu ana til bo'lsa gar Amerikayu Afrikada sarf etib minglarcha tilla anda men barg'im kelur. Biz vatanda Xitoy maktabida o'qigan Uyg'urlarni Minkaxan deb ataydik. Men taniydigan qo'shnimizning bir qizimi naqmishida Xanzuvan Uyg'urlardan edi. Bir qitim uning telefonda onasi tugab ketgan bir Uyg'ur savoqdishiga Xitoycha, Uyg'urcha elashtirib, aralashtirib, "Biyonango adash, hammasi shangdida ampay. Ko'nglingni yerim qilmag'ina adash, hammasi Xudoning urlashtirishi" deb tasalli berayotganligini anglab, tishlaydi desam maykamda yoqi yo'q. Uyga kirib, kiyim asqidan bir choponimni deb tepib, yoqsin ishlab xeyli uzun o'ltirib qolganim bayamqadek esimda. Yaslidan tatib Xitoy tilida o'qib, keyin ishkiri to'liqqa ketib oliy maktabni shu yerda o'qigan bu qizga nisbatan shu vaqtlarda Uyg'urcha so'zlash qiyin tuyulsa kerak. Keyin bu qiz o'qish bitirib kelib, kichkidan Uyg'ur maktabda o'qigan bir yigit bilan to'y qiladi. U yigit uningga Uyg'urcha yozishni, so'zlashni o'rgatibdi. Ba'zida mendan juvudagi jining chikti ustida bo'landi, astidami kechdi yo'ldishim kelib imtihon oldi deb so'rab ketadi. O'rgatib qo'yatdim. Bir yildan keyin uning Uyg'urchasi shunda yaxshi bo'lib ketdiki, u o'zi demasa hech kim uning ishqirda 10 yil o'qigan Xanzuvan qiz ekanligini bilmay qoladi. U qiz shunda o'zgardiki, ko'chamizda to'y to'kin nazar chiroq bo'lsa, yog'liqni oldidan tishiga olib, taxtay bilan pichig'ini ko'tarib, saviz to'g'rig'ili eng boshda keladi. Shuningga qarab, uningga va yo'ldishiga hurmatim qo'zg'aladi, qoyillig'im oshadi. Xo'sh, u qizni millat suyar, yo'ldishi o'ngshab, haqiqiy Uyg'ur qildi. Endi chetalik chiqqili uzun bo'lmagan, hadis ona tilini buzib so'zlaydigan, ona tilga yot tilni aralashtirib so'zliganidan faxrlanadigan, yo shu yot tilni tuzuk bilmaydigan, yolg'on Minkov turklar, Minkov germanlar, Minkov inglizlar, Minkov boshqa tillarni aralashtirib so'zlaydiganlarni kimni o'ngsha deb ansirab qolaman. Hammada men bor. Türkçeden tercümede Mehmet Uygur. Qumuşdan avaz çıksa neyi buldum der. Ahmak atqa minse bey buldum der. İstakan mesnin qolida meyi buldum der. Zulüm zalimnin emrde men güçlük der. Jip qolda sozulsa ya buldum der. Tahay atның yanında tay buldum der. Mal bulançı qolida ganimet der. Su okur içinde aksı çay buldum der. Tapan putqı mengesse baş buldum der. Əgir güzelinin kolunda qaş buldum der. Gazal taşlanıp qalsa yaş buldum der. Kum layğı kirse taş buldum der. Çepında çayğı çaçırsa sal buldum der. Ot yerden önüp çıksa şah buldum der. Nacar qılıp sigan tılıda pal buldum der. İt yemini kutuğu sasa asal buldum der. Topu jığılıp dön bolsa tağ buldum der. Gün pekirden sorasa devir yarattım der. Çamgur aşkı kirse yağ buldum der. Çölde üngen darak bağ buldum der. Panaqның yüzüge qarsa yar buldum der. Üçkü gün düşse payda aldım der. Dap siganның qolga çıksa saz buldum der. Usqan itning ağzıga çıksa zar buldum der. Şevil qiyadın ajırsa faqat mella der. Asataya kornun qolida köz buldum der. Yolgan tilden çıqqanda söz buldum der. Kül öçken ocaqda çoğ buldum der. Uyghur Xotira kuni. Uyghur sotining
2021 yılı 9 dekabr kuniga atab. Kunduzay Hamid. Angliyadan tarqagan xabar. Evvel qo'yar insonga savol. Bütün Uyg'ur surat bo'lib qatdi. Yig'i kulka chirmashdi bu hol. Tartalmadim suratga afsus. Qarchiqladi qoldi ehtimal. Uyg'ur ichra aqdi tabriklar, biroq ko'zlar yoshda behayol. Kulduq chunki ular dunyoda. Xorlanğanğa istirab chekib, insonlikni yo'qotmas dunyo, uxlab qoldi g'aflatga petib. Tumanning rahmat Tangrim egamga. Isbot bergan shahidlarga ham, xizmat qilgan barcha Uyg'urga shahid bo'ldi ko'p, kimlar berdi tan. Ishonmagan Uyg'urcha so'zga, qarmagan qon yoshliq ko'zga, reallikqa ko'z yumgan hatto uflar tartdi tumanlab bizga. Bu asrda qora ko'langu, insonlikqa qarshi jinoyat, nerede qalsa tuxum quritish, tegidan chiqar kommunist falokat. Haqda turgan chiroqlar yoqar, adolatlar tarar nur bilan. Tas bo'lsimi adolat topmoq, hech yonmaymiz yangi tur bilan. Bugun xayrli kun bo'lsin xotira. Qutulishning ulug' yo'lida qo'lni qo'lga ulayli Uyg'ur, ko'rishimiz azod, güzel Uyg'ur to'yida. Xitob. Avtori Abdulhamid Uyg'ur. Ey arsız pes qanxo'r jallod Xitoylar. Biz sana mangu qul bo'lmaymiz angla. Seninki bo'lmaydi sen basqan joylar, biz uni hech qabul qilmaymiz angla. Uyg'urni ojiz deb o'ltirsang, qirsang, qo'y kabi tipirlab turmaymiz angla. Xalqni qul kabi azzang, xorlasang, biz buna hergiz ko'z yummaymiz angla. Bo'lsimi soning ko'p qorallaring xil, biz sendan hech qo'rqib qolmaymiz angla. Shahid biz azatlık üçün ölsek bil, bu yo'ldan biz asla yanmaymiz angla. Ketmegin atomim badep ko'ranglab, biz seni hiç ko'zga ilmaymiz angla. Çünkü biz chiqimiz jangga Allah deb, şunu biz hiç mag'lub bo'lmaymiz angla. Nomustur senlarga qul bo'lib yashash, ölsekmi sana baş egmeymiz angla. G'ayimiz vatanni sallardan tozalash, bu yo'ldan hergiz vaz keçmeymiz angla. Biz şehit bo'lsak gar avlodimiz bar, bu köreş hiç to'xtab qolmaydi angla. Gar ojiz kelsak biz Allah'imiz bar, u bizni hiç tashlab qo'ymaydi angla. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.